Salom do'stlar, sizlar bilan TikTok.uz. Bugungidek har doimgidek bugun bizda UEFA Dream Chaser har doimgidek emas, kechirasizlar do'stlar. Endi boshladim video olishni. Bu yerda Garagir do'stlar, bilmadim nimaga g'alati kelgan. Defending Bruskuroga yetdi, g'alati kostyum kiydirib qo'yishgan do'stlar. Xo'p, bizda bu yerda Casillas kelgan do'stlar, Batistuta, Fernando Hierro, juda zo'r o'yinchilar kelgan. Bundan ham otishimiz kerak do'stlar. Xo'p, do'stlar, bu yerdan Division Rivals'dan narsalar olishimiz kerak do'stlar. Xo'p, bu yerda 1600 ta olmos va men 422.184-o'rinni egalladim dunyo bo'yicha. Bu albatta yomon ko'rsatkich. 120 over bilan men dangasalik qildim-da. Mayli, hamma sovg'alarni olib olamiz. Bu sovg'a olish ham ish qo'l toladi. Tezroq olsam tezroq bo'lardi do'stlar. Tezroq olishim kerak. 150 ta transfer point, bu yerdan yana 150 ta, bu yerdan 2000 ta olmos, bu yerdan ham 1000 ta olmos, bu yerdan 50 ta rank up point. Nimaga olmoslarni ko'p bermayapti? Sizlar bu yerdan yana 100 ta rank up point. Nimaga tushunmayman? Olmos ber, yaxshi, olmos berdi. Endi X Championga chiqish niyati bor do'stlar. Xudo xolasa 10 ta yulduz qilamiz. To'g'ri, orada ko'p video qo'ymadim. Bu yerdan 10 talikdan bitta va bittalikdan 2 ta olamiz. Shunda 36 ta olmos, yana 50 ta olmos olib qo'ysak, yana bitta olsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu yerdan biz birinchi bo'lib Xudo xolasa Dream Chasers ochamiz. Dream Chasersdan zo'r o'yinchi tushadi, men ishonaman. To'g'risini aytsam ishonmayman, chunki menda hech qanaqa omad yo'q do'stlar. Umuman omad kelmaydi. Shuning uchun ham 1 yil avval boshlaganman. O'rim 120 xolos. 60 XP berdi. Kim bu? Ispaniya. Barsa Balde yo'q. Balde burada Cellini turibdi-yu, nima qilaman? Iltimos, zashta tushma. Menga anaqa Casillas kerak do'stlar. Casillas. Bu Casillasni bermoqchi emas, bular menga. Ochdim do'stlar. Birinchisida yuravermas, hamma Mardashvili Liverpoolga o'tdimmi? Endi xabar topyapman do'stlar. Top duosdan bitta va yo'q. Mashtolisso tushirib asabga o'ynadi do'stlar. Dahud, Iroqlik. Chempionlar Ligasidan hech narsa tushmaydi do'stlar. Umuman u omad, bilasizlar, menga umuman kelmaydi. Bu yerdan hech narsa yo'q. Masquera do'stlar, yana bitta open pack. Iltimos, yur. Yo'q, nimaga yurmayapti? Shunisi yur. Yo'q, uni ham yurmadi. Shunisi yuradi, 100% yuradi. Iltimos, Casillasni ber menga. Casillas kerak, iltimos. Yana Ispaniya varada yo'q. Barselona kim bu? Dani Olmo meni aydolim do'stlar. Dani Olmo bilasizlar. Ispaniyaga qarshi o'tgan yili nechta gol urganini? 4tacha gol urgan. Mayli, ochamiz. Menga hozircha Bellingham kerak do'stlar. Yo'q, Kvaresmi? G'alati o'yinchi. Hop, endi do'stlar, bu yerdan draft ochganingiz uchun narsalar berishadi. Xudo xolasa do'stlar, yana olmos to'plab turib video chiqaraman. Uning uchun bo'lsa, endi nima qilish kerak? Ko'proq 60 XP yurdi. Kim tushdi do'stlar? Iltimos, 116 Laudrup bo'lsa ham tush. Niderlandiya. CM Barselona. De Jong. Nimaga Barselona o'yinchisi? Men Realman-u. Bular menimcha atayin qilyapti do'stlar.
Bitta exchange bo'limiga bularga topshirib yuborsammikin jetonga. Chunki jetonga topshirmasam do'stlar, shu sezonda oxiri bu jeton ketadi va men 116 o'yinchi olmoqchiman 3 ustaga. Men yo'q, bu yerdan hech qaysi yaramaydi do'stlar. Men olmoqchiman Timidiyerdan 116 Donnarumma do'stlar. Donnarumani bilasizlar, mana statistikasi bo'yi ham 196, salkam 2 metr do'stlar. Kurtuani olgan bo'lardim, lekin hech bo'lmasa 115 o'g'irda kelmadi. 113. Chempionlar Ligasida do'stlar 100% garant beraman men. Kurtua baland o'g'irda keladi. Kutayotganlar bo'lsa bemalol olib olishinglar mumkin. Nimaga men buni ochyapman? 3000 talikdan ochish kerak. Xo'p. 113larga tegmaymiz, chunki bizga nimalar kerak? Jeton. Bekor qildim. Undan ko'ra anaqa olsam bo'lmarmidi? Hozir 19 ta o'yinchim bor ekan. Bitta qo'shib turib, ikkita draft uchirasam bo'lmarmidi? Mayli. Endi do'stlar navbat rankaplarım 2,5 ta bo'lib ketdi do'stlar. Valker 116 flashbackdan ushlab olganman. Juda zo'r o'yin ko'rsatib yormayapti. Defending g'alati bu, qandaydir o'nli o'yinchimi bilmadim. G'alatiroq o'yinchi ekan, albatta fizikal kuchaytiramiz. Fizikal kuchaytirish kerak. Kuchaytirdik do'stlar, 121 over yo'q. Shomurodovni olib beramiz keyinroq. 700 taga David Raya jinni sevlar qiladi do'stlar. Do'stlar, shu fursatdan foydalanib men sizlarga bitta kanalni tavsiya qilmoqchiman do'stlar. U kanalga Clash of Clanschilar qiziqadigan bo'lsa, bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Clash of Clans ratushasini o'g'ri Ismabag'da o'g'ir deydi. Ratushasini leveli 14 ga ko'tarildi do'stlar. Juda ham zo'r video chiqaradi do'stlar. Endigina katta videolar chiqarishni boshlagan. Kichkina videolar hozirda chiqarmoqda, lekin katta videolar ham chiqaradi do'stlar. Iltimos shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. O'zimning akamning kanali, nomi esa 23 Castle. 23 Castle. Obuna bo'lib qo'yishinglar tavsiya qilaman, Clash of Clansga qiziqadiganlar. Shuningdek, meni videoimga ham like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar, iltimos do'stlar. Xo'p, bu yerdan mencha Shomurodovni olsak 121 over bo'ladi. Bo'lishi kerak. 120 over bo'l, iltimos. Va yo'q. Nimaga aynan u o'yinchilarim overi juda zo'r. Hozir kapitoniga Chempionlar Ligasi qilamiz. Yo'q, nimaga to'tidoniya qilyapman men? Chempionlar Ligasini 3-bosqichga chiqib olib turib, juda ham zo'r o'yin ko'rsatsa bo'ladi. Bu emblemalar juda ham zo'r nimalar qo'shib beradi. O'yinchilarda o'g'riga narsalar qo'shib beradi. Robertson Traorson yaxshi o'yinchi va bu yerdan Shomurodovni olamiz. Ronaldo charchab qo'yganini tushunamiz do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan tik-tak uz bo'ldi. Ko'rishganimdan xursandman do'stlar. Aytgancha Kamron 07. Bemalol durust tashakkurlar kelsa tashab qo'yaringlar do'stlar. Hozircha bu yerda storedan hech narsa yo'q. Sizlar bilan tik-tak uz bo'ldi do'stlar. Ko'rishganimdan g'oyatda xursandman. Do'stlar, like va obuna tugmasini bosish esinglardan chiqmasin. Sizlar bilan tik-tak uz. Xayr, salomat bo'ling.